kunda yana zo'r voqealar bo'lyapti-da, zo'r bir odamni g'ashini, qitig'ini keltiradigan voqealar bo'lyapti. Masalan, shaxsan men g'ashim keladi shunaqa voqealarga. Qizlarimizga sovchilar keladi, to'g'rimi? Qizlarimizga sovchilar kelsa, haligi kelgan sovchilarni nomma-nom mahallaga chiqib, palonchi keldi bermadim, pistonchi keldi bermadim deb haligi qizlarimizni obro'sini ko'tarib, kuyov tarafda obro'sini yer bilan bitta qilib yuboryapmiz. Masalan, sizni qizingizni obro'yi, sha'ni, g'ururi bo'lsa, erkaklarniki, qizlarnikidan ham 10 barobarroq g'ururi bor, ori bor. Endi sizlarni gaplaringga ishonib, lafzlaringga ishonib, boraveringlar degan gaplaringga ishonib kelib qo'yyapti ular ham. Masalan, yaxshi muomalalarga ishonib, yo qizingizni havas qilib kelib qo'yyapti. Bu kelgani degani ularni yer qilib tashlash kerak degani emas-da. Hali kerak bo'lsa, 3-4 ta sovchini chaqirib qo'yib turib, sovchilarni ust kirgizadigan holatlar ham bo'lyapti. Mulzam qilib. Nima? Yigit tarafni aybi, onasini aybi o'g'il tuqqanimi? Masalan, ust qilib qo'yib yuborib, "Meni qizim talash" deb turib, nima uni isbotlab bermoqchi bo'lyapsizlar bilmadim. "Meni qizim talash" deb turib, "Zo'r qizni olyapsiz siz" degan ma'noda hali beradigan odamni oldida ham qizlaringni sovchisi ko'pdek qilib ko'rsatib, qizlaringni obro'sini oshirib, yigit tarafni obro'sini yerga bulab, loyga belab tashlayapsizlar. Mulzam bo'lib chiqib ketadigan vaziyatlar ham bo'lyapti. Bir xillar chiqib maqtanib o'tirsa, men ichimda yo bo'lmasa ustimda aytaman ba'zi payt, "Noto'g'ri qilibsiz-da" deb qo'yaman, qo'limdan kelgancha. Endi eshitgan eshitadi, eshitmagan eshitmaydi. Endi kimni qizi bo'lsa, shu narsani o'zlaringga xulosa qilib chiqarib olinglar. Bo'pti, sizning o'g'lingiz yo'qdir, ertaga nevarangiz bo'lib qolishi mumkin. Qaytar dunyoda bu. Yoki qizingizni o'sha tala qilib bergan joyingizda baxtsiz bo'lib qolishi mumkin. Hali sizlar bitta odamni bitta yo bir nechta odamni baxtsizligi evaziga sizlar oila quryapsizlar-da. Kimnidir sha'nini toptab, masalan, kimnidir sha'nini toptab oila quryapsizlar. Shuning uchun birovni baxtsizligi evaziga baxt qilib bo'lmaydi hech qachon. Hali biror kimni hech qachon yomon ko'rgan odamingizni ham yomonlamang. Yomonlab uni yomonotlik qilib qo'yish hech narsa emas-da. Yomon ko'rgan odamingiz bo'lsa ham hech qachon yomon demang, bir kun sizni tushunib yetadi yaxshiligingizni. Qiladigan yaxshiliklaringizni baribir Alloh ko'rsatib qo'yadi o'sha odamlarning ko'ziga.